Abduhamid hozir bo'lajak qaynatam kelyapti. Meni so'rab surishtirib yuribdi, ishxonagacha kelyapti. Men haqimda so'rab qolsa, yaxshilab qo'yib, bilasanmi, hamma yo'q tashlaganman bugun. Bilasiz aytaman, yolg'on gapiradimi? Ana kelyapti. Ishondim oma. Assalomu alaykum, hormatlar. Alaykum assalom, keling ota-ona. Bolam, boshlab qo'ydik. Shu kelin-kuyovni uyini qishi bilan pechga olib qo'yib yubormaylik. Remont qimmat qilib qo'yganmiz-da. Bu katel-patellardan ko'rsatsangiz. Mana shuni tavsiya qilyapsizmi? Biz 10 xona uyimiz bor-da, hammasi remont bo'lgan. Qo'yib yubormaydi. Remontingizga ta'sir qilmaydi. Bir kunda 35 kilodan 40 kilogacha rasxod qiladi. Xo'p, demak, bitta xonaga 3 kilo, 4 kilodan rasxod ketyapti. 24 soat uni ustiga. Endi bu har kun pul yoqib chiqamanmi? Bitta zapravka qilib qo'yganingizda 150 kilogacha bo'ladi. 3 kun uzoq 4 kungacha yonib turaveradi. Bitta zapravka qilib qo'yganingizda 3 kundan keyin bitta xabar olasiz va kulni tozalab tursiz bo'ladi. Bu materiali qalin qilib kuyib ketmaydimi? 9G 2S listdan yasaladi, garaj list hisoblanadi. Rossiyskiy qancha issiqlikda shuncha uglovod bilan to'yintirilgan list hisoblanadi. Nabiralarim qaynayapti. Yopishib netib qolsa kuyib qolmaydimi? Issiqlikni umuman tashqariga o'tkazmaydi. Basat va stiklovata bilan izolyatsiya qilingan hisobiga ichida 1000 gradus bo'lsa ham tashqarisidan ushlasangiz umuman issiqlikni o'tkazmaydi. Ichkarida issiqlik tashqariga chiqmaydi, tashqarida sovuqlik ichkariga kirgizmaydi. Bu rasxodingizni 10-15% ga kamaytiradi. Biz qarab-qaramay har xil tosh-bosh sovorsak, tiqilib netib qolmaydimi qilib? Yo'q, unday holat bo'lmaydi. Bo'lgan taqdirda ham o'zi aqliy miyasi oldiga 3 marta, orqaga 3 marta qilib 0.7 lik 220 volt ishlaydigan motorli bo'ladi. O'shanda ham tiqilib qolgan taqdirda mayda zagrujkalar va bitta ichiladi, ochiladi, mashina o'zini, shinakda o'zini tozalab olsa bo'ladi. Ma'qul keldi. Qanot ketaman endi men buni. Dastavkalar mavjud. Vodiy bo'ylab, baholi siz ko'ngilni to'q qilib ketavering, orqangizdan 3 soatda inshaalloh yetkazib beramiz. Dadajon, Kuyov bola, siz ham chetdamisiz? assalomu alaykum dadajon, ko'rmay qolibman. Mana $100 voucherlarimizdan 50 ta odam yaqib qo'yganmiz. $50 voucherlar ham 50 ta odam yaqib qo'yganmiz. Hozir kategoriya olyapsiz-ku. Mana ikkalasini ham oling, $150 chegirma qilib berishadi. Yana qolgan mahalladagilarga, tanishlarga ham ayting. Shoshilib kelishaversin. $100 voucherdan 50 ta, $50 50 ta. Pastini bilan aloqa chiqib qolasizlar. Necha kun? Chegaralangan vaqti 1 oy. Sog' bo'ling dada. Bahlonim.